O'zingizni ishingiz qolib ketib, birovga uni gapirish kerak, falonchi bundoq deyish kerak, haqqa gapirish kerak deyish o'zi to'g'ri tabiat emasda u. To'g'ri. Birinchidan. Ikkinchidan, o'tdagi mavzuni boshi umuman tushunmagansiz. Nima haqida gap ketyapti? Sesib olingan bitta jumlani yarmidan qo'yib, go'yo sizni suhbatingizni eshitgan bizga muxolif bo'lgan odamlar mana Abror Muxtoraliy tarovihga yosh bolalarning chiqishiga qarshi ekan. Yosh bolalarni qaytaryapti ekan masjidda, Abror Muxtoraliy o'shalarning tarafini olyapti ekan degan xulosaga borib qolgan. Bu endi tuhmat bu. Va suhbatlarimni agar eshitsangiz o'sha mavzuda, ya bu kelgan musibat hammamizniki, meni ham bolam chiqolmayapti tarovihga. Nima qilay? Ko'chaga chiqib olib hammaga yig'laymi tarovihga meni bolam chiqmayapti, nima qilay deb. Bizni birga boshimizga kelgan musibat. Domla shu yerda ekanda, men xato qilgan bo'lsam, men ham to'g'rilab olaman-da. Abror domlaga mikrofon beraylik. Men chaqirgan edim to'g'risi. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Domla, yaxshimisiz? Gapirishga imkoniyatiniz bormi? Va alaykum assalom va rahmatulloh. Alhamdulillah. Rahmat. Bo'lib bemalol. Domla, mana bu hozir men haligi misollar keltirdim-da, sizlardan eshitgan o'sha Yazid, Hajjoj, o'sha bu yigit so'radi. Zolim bo'lsa ham haligi naqaga itoat qilingan, tim bo'lib bizning prezidentimiz musulmon parvar deb gapirib turuvdim-da. Shu masalada dalil so'rayapti bu yigit. Agar dalil bo'lsa olaman deyapti-da, shunda bizga dalil bering, domla. Bu mavzuni men rosa to'liq qamrab ola olmadim. Bu bola kim o'zi? Nima aloqa bo'lgan? Nima da'vosi bor? Gapirishdan Bizga tashlayotgan ekan. Tanishtiradi o'zini hozir. Dilshod, tanishtiring o'zingizni. Hop, assalomu alaykum, Abror aka, yaxshimisiz? Meni ismim Dilshod. Siz haqingizda bitta video chiqarganman, ya'ni siz 18 yoshga to'lmagan insonlarni tarovihga chiqmasligi haqida gapirishingiz kerak edi va siz xitoyliklar haqida gapirgandan ko'ra aynan shu mavzuni nega gapirmadingiz? Siz nima aynan sizni bo'yningizdagi mas'uliyat emasmidi bu degan narsani gapirib chiqqan edim va hozir Abbos aka menga tushuntirganlaridan keyin men o'zimni dunyo qarashimda gapirganimni va diniy va bizdan oldingi ustozlardan kelgan ma'lumotlar yoki o'sha diniy fatvolar yoki payg'ambarlar tarixida kelgan ma'lumotlarni berdilar va men xato gapirganimni haqiqatdan tushundim. Agar fakt bo'lsa, ya'ni dalil bo'lsa, o'sha ya'ni dalil qaysi kerak bo'lsa, davlat rahbari dinga, ya'ni umumiy o'sha nimadirgadir diniy yo'nalishda nimadirgadir qarshilik bildirilayotgan bo'lsa, u narsaga norozilik bildira olmasligini bilib turib, prosta indamasdan jim ketish kerakligini va bu narsa Allohdan kelgan sinovligini tan ola bilishlikni tushuntirdilar. Bu oldindan bo'lgan sahobalarimizda va ular ko'ngan bu narsaga, sabr qilishgan degan narsani aytdilar. Endi mana shunaqa narsa ko'payib ketdi internetda. Masalan, sizni o'zingizdan kimdir so'rasa, kimsiz siz, nima ish qilib yurasiz hayotda desa, o'zingizni ishingiz qolib ketib, birovga uni gapirish kerak, falonchi bundoq deyish kerak, haqqa gapirish kerak deyish o'zi to'g'ri tabiat emasda u. Birinchidan. Ikkinchidan, o'tdagi mavzuni boshi umuman tushunmagansiz. Nima haqida gap ketyapti? Sesib olingan bitta jumlani yarmidan qo'yib, go'yo sizni suhbatingizni eshitgan bizga muxolif bo'lgan odamlar mana Abror Muxtoraliy tarovihga yosh bolalarning chiqishiga qarshi ekan. Yosh bolalarni qaytaryapti ekan masjidda, Abror Muxtoraliy o'shalarning tarafini olyapti ekan degan xulosaga borib qolgan. Bu endi tuhmat bu. Va suhbatlarimni agar eshitsangiz o'sha mavzuda, ya bu kelgan musibat hammamizniki, meni ham bolam chiqolmayapti tarovihga. Nima qilay? Ko'chaga chiqib olib hammaga yig'laymi tarovihga meni bolam chiqmayapti, nima qilay deb. Bizni birga boshimizga kelgan musibat. Payg'ambar alayhissalomni dastlabki o'sha Makkadagi hayotlarida Ammor ibn Yosirga, Yosir dadalariga, Sumayyaga hech bitta yordam bera olmaganlar. Bilol qo'lda yotibdi, ustiga tosh bostirib qo'yishgan. Borib hech kim yordam bera olmaganlar. Oldidan o'tsalar aytardilar, sabr qilinglar dedilar, bo'ldi. Birortasi chiqib olib gapirmagan. Ey payg'ambar, "Oy, haqmiz, nima gapirmayapsiz? Nima degani bu?" deb burnini ko'tarib olib gapirmagan Rasulullohga.
Bu yerda men o'zimni Rasulullohning o'rniga qo'ymayapman. Islomning mafkurasidan mutlaqo uzoq shu odamlar bor. Sizlar borku, o'zingizlar din xohlaysizlar. Sizlar xohlagan narsani gapirib bersa, ana shu din. Hamma narsa guliston bo'lish kerak sizlarga. Umuman imtihon bo'lmaslik kerak. O'shaning uchun aytyapman men. Dayus bo'ladi, ko'chaga chiqib olib muammosini gapiravergan odam. Xotiningni o'zing epla deydi erkak kishi. Nima qilasan ko'chaga chiqib muammoni ko'taraverib deydi. Masalani umuman bu tomonni ham tushunmagansiz. Chiqib olib katta ketishingiz olami buzgan. Endi hozir bu yerga kelib men tushundim, uzr deb o'tiribsiz. Nima bo'ladi endi? Sizni bo'yningizda qanaqa vazifa bo'ladi hozir? Necha odam ko'rgan bo'lsa, hammasidan borib xato qilganman deyishingiz kerak. Men rozi emasman men haqimda qilingan tuhmatga. Hozir men ozgina gapingizni eshitib qoldim. 2 kunda bir ko'risha olmayman Abror Muxtor Aliyev. Qachon ko'rishdim men siz bilan? 2 kunda bir emas, gapirsam maylimi? Nimani gapirasiz endi? Savolingizga javob beraman-da. Hop, bering savolga javob. 5 kunda bir ko'risha oladigan darajada yaqinman dedim. Qanaqa ko'rishamiz 5 kunda bir siz bilan? Hop, ko'risha oladigan darajada yaqinman dedim. Men misol uchun 5 kunda bir sizni oldingizga bora olayman, xohlasam ko'risha oladigan darajada yaqin joydamiz. O'sha ma'noda gapirdim. Abror aka, men sizni ilmingizga tan beraman, yana aytaman, tan beraman. Sizga sizni ilmingizni tan beraman. Meni ilmimga tan beraman gap boshlagan odamni har doim ko'rdim men. Lekin deydi oxirida. Men qo'ying, meni ilmimga tan bermang. Ruxsat bering, bir minut gapirasiz. Qilgan ishingiz siz qilgan ishingiz g'iybat. Bir musulmonni ustidan tuhmat qilyapsiz. Bir musulmonni jamiyatda ichida musulmonlarga nisbatan qarshi qilib ko'rsatishga urinyapsiz. Bu yerda hammaga qasam ichaman, qalbim Alloh biladi deyapsiz-da, konkret PR qilyapsiz. Abror Muxtor Aliyevning gapirsa shunaqa bo'ladi, hamma biladi. Sizda hozir bo'yningizdagi vazifa agar xatoingizni haqiqatda tushunib yetgan bo'lsangiz, agar 10 million odam ko'rgan bo'lsa, 10 million odamga borib turib xatoingizni aytib chiqasiz. Chiqib aytasiz, uzr, men xato qilibman deysiz. Qo'pol qo'yayotganda men bog' yeb qo'yibman deysiz. Men o'zim aqlim yetmagan, kallam yetmagan narsaga chiqib olib, birovga aql o'rgatibman. Dadamga onam bilan qanaqa nikohlanishni o'rgatibman deysiz chiqib. Bo'yningizga hamma narsani olasiz. Agar samimiy bo'lsa uzringiz. Bo'lmasa darsga davom eting. Yana chiqib bitta video qiling, yana bir PR bo'ladi, mashhur bo'lasiz, mana deysiz. Sizni de bitta bolani men mazasini qochirib qo'ydim. Mana shu videoyingizni deb. Darsga davom eting, men sizdan yani sizga o'xshaganlarga yani moslab dinni gapirib bermayman-da. Gapirishimga ruxsat berasizmi? Nimani gapirasiz endi? Ruxsat berganim bilan. Yo, o'zingiz oqlaysizmi? Men o'zimni oqlamayman. Prosta fikrimni tugataman. Sizni hamma aytgan shartingizni qilishga men roziman. Agar dalil bo'ladigan bo'lsa, haqiqatdan men noto'g'ri gapirgan bo'laman va men o'sha qancha prosmotr bo'lgan bo'lsa, xuddi shuncha prosmotr bugunigacha kerak bo'lsa to'xtamasdan video olib, xalq oldida kechirim so'rashga tayyorman. Hop, dalil tushunasizmi o'zi? Tushunaman. Hop, dalil yuqorida dalil keltirdim men. Tan oldim. Tarovih haqida chiqib olib, muammoni ommaga chiqib olib, internetda chiqib olib, ro'molga osilishyapti, soqolga osilyapti deb musulmonlarga ta'na qilinavermaydi. Meni ayolim, meni qizim, men o'zim, mahallam, hammamizni boshimizga kelib turgan muammo bu. Buni yechimida billalashib harakat qilaveramiz. Falonchiga san chiqib gapir, pistonchiga san chiqib gapir. Qilish to'g'ri emas bu. Yuqorida aytdim men. Sabbob ibn Arotda misolini keltirganman o'sha suhbatda ham, boshqa joylarda ham. Meni auditoriyam biladi-da, men mavzuni qaysi tomonga yo'nalganini. Sizga kesib bergan narsasini qo'yyapsiz. Sabbob ibn Arot shunaqa degan: "Ya Rasululloh, nimaga indamayapsiz bularga? Bular narsa deng endi, bir duo qiling" deganda urush berganlar. Sen nima iymoning shakdami seni Sabbob deganlar? Sen ishonmaysanmi islomning g'alabasiga deganlar. Nima sendan oldingi ummat boshiga arra bilan aralab tashadi odamlar kelib. Birortasi shunaqa savol bermadi. Endi nima qilamiz demadi. Nimaga endi tarovih haqida gapirmaydi mufti demadi qadimgi ummat. Sabr qildi boshidan aralab tashlasa ham. Dinidan amal qilib sabr qildi, yo'lini qildi. Qur'onga taqiqlab bo'ldi, qorla chiqardi biz xalqimiz.
Qisqa olib 10-ga bildir qilaversa muammo hal bo'lgan deydi. Men 24 soat bildirlardim. Dalil shu, agar qabul qilsangiz. Qabul qildim. Gapirishimga ruxsat berasizmi? Abror aka, sizni ilmingizni men haqiqatdan tan beraman. Sizni ilmingizni men million yilda ham ololmayman. Xatoyimni haqiqatdan tushundim. Ya'ni men o'zimni diniy dunyo qarashimdan kelib chiqib video olgan ekanman. Siz o'zingiz baribir ustoz. Siz o'zingizni bilganlaringizdan kelib chiqqan holatda bu mavzuga o'zingiz to'liq yondoshgan ekansiz. Men noto'g'ri yondoshganimni tan beraman va bu narsa PR emas. Men xalq dardini olib chiqaman. Umumiy, men O'zbekistonda, Toshkentdaman. Xalq dardini olib chiqqanim uchun bu narsani o'zimni ilmimdan kelib chiqqan holatda xalqqa dardi deb o'ylagan holatda olib chiqdim. Iltimos, shu joyda mashhur o'tirgan insonlar noto'g'ri gumonda bo'lmaydi. PR uchun emas edi bu. Men umumiy xalqqa dardi deb o'ylab olib chiqdim bu mavzuni va men xatoyimni tushundim. Bu narsani raddiyasini shaxsan o'zim qilib 320 ming prosmotr bo'lgan. Kerak bo'lsa 10 ta video qo'yib 320 ming prosmotr bo'lib 320 mingta odam ko'rmagunigacha xalq qoldida bu narsani men noto'g'ri gapirib qo'yman deb kechirim so'rashga tayyorman. Ben endi sizga shunaqa qiling demoqchi emasman, lekin joyi shunaqa bo'ladi-da. Bir odamni ommani ichida obro'sini tutgan odam o'sha ommani ichida men noto'g'ri qilman deb aytadi. Mayli, endi o'zingiz bilasiz. Salomat bo'ling. Yo'q. Qilinadi ustoz. Alloh rozi bo'lsin. Mendan o'tgan bo'lsa ming bor uzr. Men xato qildim. Kechiring meni. Alloh uchun kechiring. Salomat bo'ling, xo'p. Salomat bo'ling. Domla sizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Har qanday kichkina, katta, mayda demaysiz, hammaga vaqt ajratib tushuntirishga harakat qilasiz. Alloh sizdek ahli ilmlarga salomat bo'ling. Alloh foydali qilsin. Qarshiga kelganman, qarshidaman hozir. Ana ketyapmiz Dehqonobodga. Buni o'tkazib qaytamiz xudo xolasa. Yo'ldamiz bemalol, agar o'tirgan do'stlarimiz savol javob qilinsa gaplashib ketsak bo'ladi. Aha. Abdulloh degan yigitning ham fikrlari boshqacha edi. Hozirgi kunda qanday ekan tushundi deyishgan edi. Sobirjon qora aka, Abdulloh degan yigitni ochyapman. Abdulloh, assalomu alaykum, marhamat. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Va alaykum assalom rahmatulloh. Bu ishlar qachongacha davom etadi? Qachongacha bu musulmon xalqini, O'zbekiston xalqini aldab jahannamga da'vat qilishda davom etasiz? Payg'ambar alayhissalomga qachon adolat qilasan degan bir odam bo'lardi. Xuddi o'sha gapini gapiryapsiz. Men u gapni gapirayotganim yo'q. Sapingiz yo'qmi? Kazzoblikni qachon to'xtatasiz? Savol bunaqa bo'lmaydi do'stim, savol bunaqa bo'lmaydi. Kazzoblikni oldin isbotlash kerak. Musulmonlarga qarshi gap oldin isbotim tayyorda. Tayyorda, hozir aytib beraman. Aytib bering, xo'p. Qaysi qayerda nima qilinadi? Demokratiya bilan oliy maqsadga yetiladi. Qayerda kelgan bu? Shukur narsa bilan Allohning roziligiga yetdik. Endi mana shuni lavizma-laviz og'izdan chiqqan shu gap. Tepasi bor-da, tepasi bor, davomi bor. Ularni ham aytasizmi yo shu o'zbilan gaplashamizmi? Nima? Yo'q, mana shuni u tepasini ham qo'ying, pastini ham qo'ying, shu yerga javob bering. Qaysi kufr boshqaruv bilan Alloh taoloning roziligiga erishiladi? Qur'oni Karimda Alloh taolo aytadiki: "Allazina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana" deydi. U zotlar shunday zotlarki, so'zni eshitib eng yaxshisiga ergashadi deydi. Mana shu oyatni dalil qilib ulamolar aytadiki, agar bir jamiyatda islom davlati, islom hukmlari joriy bo'lib turgan bo'lsa, unga ergashiladi. Xalifa bo'lsa, bay'at berish vojib bo'ladi. Kim bay'at bermasa, johiliyat o'limida o'ladi. Xalifa bo'lmasa, podshohlik bo'lsa, podshohlarning hukmidagi zulmga emas,
islomga aloqador jihatlarga ergashiladi. Podshohlik ham yo'q, ijtimoiy jamiyat bo'lib qoldi deylik. Mana bugungi o'xshagan fuqarolik jamiyati. Hozir demokratiya deyapti. Bu qadimdan bo'lgan bu. Fuqarolik jamiyati da nima bo'ladi desa, fuqarolik jamiyatida hamma din vakillarini bitta qonun ostida birlashtirish asos hisoblanadi. Ana shu asosga putur yetkazmasdan islomiga amal qilish imkoniyati bo'lsa, musulmon odam maqsadiga erishaveradi. Abror Muxtor Aliyning gapi emas bu. O'shanga demokratiya biz uchun araj degan gapni gapirganman. Araj degani bir joyga yetib olish uchun minib boradigan narsa. Doimiy men bilan yuradigan narsa emas. Meni maqsadim nima? Allohning roziligi, dinga amal qilish. Ana shu dinga amal qilishda bugungi kunda hozirgi dunyoni любой joyga boring, O'zbekistondagi demokratik tuzum islomga amal qilishimiz imkoniyatini 80-90% ta'minlayapti. Nima qilamiz desa, butun dunyo musulmon ulamolari mana shu jamiyatda dinga amal qilib, fuqarolik jamiyatiga a'zo bo'lib yashashlikka haqqing bor. Bunga qarshi chiqish musulmonlarni manfaatiga zid degan gapni gapirishgan. Mavzu shu. Endi men qachon yolg'on gapirganimni isbotlamoqchi edingiz, kazzoblik qilganimni demokratik o'tib ketib qoldik. Endi agar tushungan bo'lsangiz, tushunmagan bo'lsangiz shart emas, menimcha tushunmaysiz. Tushungan bo'lsangiz, kazzobligimni isbotlang. Kazzobligingiz mana shuda men demokratiya araj demaganman, anaqa degan gaplaringiz ham bor. O'rtada misol uchun yana bir narsani aytib beraman. Mana va G'ayrat Do'stov chiqdi. Bu o'zini manfaati uchun gapirdi, o'zini foydasi uchun gapirdi degan qancha videolarda gapirdingiz. O'tib ketdi. Mana bu xoinlik qilayotgan, sizga o'xshagan xoinlik qilayotgan Nuriddin borda, muftiylar. Sizga o'xshab xuddi bir xil qadam xoinlik qilayotgan muftiyda, diniga, Allohga va rasuliga xoinlik qilayotgan muftiyingiz bor. Asha Allohning uyidan to'sdi. Asha Allohning uyidan to'sdi. Domla bu bolani biz surishtirdikda, bu bolani zina bo'lib qoldi-da. Domla uzr, bu bolani surishtirdik, bu bolani ayasi qo'lga tushgan ekan, haligi narkotik olib o'tib, haligi qamalib chiqqan ekan. Fohishat eksport ham qilsa kerak deb gumonga borib qoldi. Men nima deyapman? Bunaqa jur'at qoni odamda bo'lmaydi va tajovuz qila oladigan odam bolasi zina bo'ladi, it xomirida bolasi zinolik bo'ladi deganlar. Toza odam, insofli odamda unaqa bo'lmaydi. Mana hozir eshityapsizlar, yolg'on gapirding dedi. U keyin qaysi yolg'on desak, demokratiyani arash. Uni tushuntirib bersam, demokratiyani arashmas deganman deyapsan deydi. Xoinsan. Nuriddin domlani qo'shib ketyapti. G'ayrat Do'stov aytyapti, g'ayrat antena yo'qoldi, domla, sigaz yo'qoldi. Oxir xulosa nima bo'ldi? 100 million qo'liga pul berishdi, o'chdi. Tedam yo'qoldimi? Yaxshi kelyapti. Endi yaxshi kelyapti. 100 million pul berdi, o'chdi ovozni. Alo, bittasi bilayin, bittasi. Endi yaxshimi? Ha, endi yaxshi. 100 million pul berdi, ovozni o'chirdi. U manfaati uchun, o'zini manfaati uchun qilgan bo'lib chiqdi-yu. O'zi ham chiqib aytdi-yu. Abror domla to'g'ri aytdi. To'g'ri, men dedi, o'zimni dardimni ko'tarib chiqdim dedi. Uni ham sizlar bilasizlar hammalar. Ha, o'zini dardini ko'tarib chiqdi. Lekin qilgan dardini to'g'ri. Lekin bunaqangi ommaga bunaqa qilish to'g'ri emas, musulmonning odobiga ham, axloqiga ham, erkak kishi sha'niga ham to'g'ri kelmaydi. Yirtib patinkani ko'rsatib, baqir-chaqir qilish. Degan biz ko'ryapsizlar endi bunga o'xshagan bolalar bizga qarshi ekanligidan bag'oyat xursandmiz. O'zi bularga achinamiz. Keyin bunga o'xshagan mavzularda shu odamlar hidoyat topib qolarmikin degan umidimiz ham unaqa yo'q. Alloh taolo bersa hidoyat bo'lib ketadi-da, bo'lmasa bular hidoyati juda qiyin bo'lardi. Nimaga bularga javob beramiz desak, mana atrofimizdagi shularni tuzog'iga tushib qoladigan, shularni ahvoliga tushib qolishi mumkin bo'lgan odamlarni ko'zini ochish uchun gapiramiz-da.
Alloh o'zi foydali qilsin. Mayli. Oldin gaplashganmi deydi bu bilan? Ha, Sobirjon qora aka degan qora akamiz Abbosga ayting gaplashmasin. Men gaplashdim, tushundi degandan keyin men indamagan edim. Bu shunaqa fikrlar bilan yurgan edi. Bir gaplashib qo'yaman deb qora akamiz meni qaytargan ediki, hozir o'shanda surishtirgan edik. Ismi Muzaffar, o'zi Andijondan, shu onasi shunaqa bo'lib qamalib chiqqan degan ma'lumot keldi. Rostmi, yolg'onmi bilmayman. Mana shunaqa ekanda bular. Endi masalan, bir odamning onasi buzuq bo'lsa, o'zi yaxshi bo'lsa, u onasini buzuqligi unga zarari yo'q. Asli tagini surishtirsa. Lekin o'zini ahvoli shu bo'lib, boshqa odamdan iffat talab qilish, bunaqangi biz muomala qilishi endi yarashmaydi, unga yarashmaydi-da. Mana Bahrom Bakirov ham haqida menga informatsiya tashlayapti. Buni dadasi o'zi ham dedimi? Qibor o'ynab qamalib ketgan dadasini dedimi? Qamalib chiqqan bular. Hayotda shunaqangi faoliyati muammoga uchragandan keyin mana shunaqa chiqib odamlarning ichida Don Kixotlik qilib yuribdi degan xat yozdi. Endi buni tekshirish kerak albatta. Lekin o'sha to'g'ri haqiqatni tan olib, samimiy ergashadigan odamning nasabiga qaralmaydi. Nasab yomon bo'lsa ham, axloq yaxshi bo'lsa, uni qutqaraveradi. Lekin hayoti vahshiy parokanda, hech narsaga arzimaydigan odam o'zi. Bitta cho'pni u yoqdan olib yoqqa qo'ymagan, mana hizbiylarga o'xshab. Lekin xilofatni o'rnatishimiz kerak, davlatni undoq qilib tashlashimiz kerak. Muftiy chiqib bundoq gapirish kerak deyish endi bu yengil aytganda beodoblikda. Bo'lgan tarixda ko'rgansizlar, payg'ambar alayhissalomga kelib adolat qilay deganda. Rasululloh adolat qilish uchun kelgan o'zi. Boshqa odam adolatni mezonni bilmaydi, Rasululloh biladi-yu. Bekitib qo'ying. Rasululloh biladimi endi adolat? Bular shunaqa deganda sen adolat qilmayapsan. O'zi nimaga shunaqa degan bilasizmi? Mana shunga o'xshagan odamlar o'zi xohlagan narsani gapirib berishingizni talab qiladi. Unga yoqadigan gapni gapirib berishingiz kerak. Bunga yoqadigan gapni o'sha yirtiq patinga gapiradimi? Misol uchun tezak gapiradimi? Bunga yoqsa bo'ldi. Ha, mana haqiqatni gapirdi deyveradi. Haqiqat senga yoqqan narsa bilan o'lchanmaydiki. Haqiqat menga ham, senga ham yoqmaydi ba'zida. Lekin haqiqat uni qabul qilishimiz kerak. Achchiq bo'lsa ham qabul qilishimiz kerak bo'lar. Boyagi Yahud tilaychasi qattiq urinib, qattiq harakat qilyapti ahli ilmlarimizni shu beobro qilib yoshlarimizga tushuntirishga. Shu Mahmudni eshitadigan befahm ekan bu ham. Hozir men kuzatib ko'rdim. Nima deydi? Izlarini qaradim, faqat Mahmudni eshitar ekan. Domla, sizda sviyaz bormi hozir? Qo'l ko'targan bo'lsa ochayin birontasini. Domlada sviyaz yo'qoldi. Abdulloh, boyaga gaplarimni orqasida turaman, o'ylama, shunchaki shuncha odamning ichida gapirib qo'ydi deb isbotlab ham beraman agar meni isbotim seni qoniqtirsa. Men ham 100% demayapman. Onang shunaqa ishlar bilan qo'lga tushgan ekan, eshitdim men. Hozir dalillarning keldi. Rostmi yolg'onmi? O'zingdan ham bir eshitib ko'ramiz. Abror domla chiqib ketgandan keyin. Abror domla chiqib ketsa, onang haqida gaplashamiz. Domla qaytdingizmi, domla? Buni istayaptimi? Kelyapti. Men oldin gaplashib ketamiz agar savol javoblar bo'lsa. Aha, shunga boshqa navbat beraymi demoqchi edimda. Oldin shu Odilbekka navbat bersak. Odilbek, savolingiz bormidi? Assalomu alaykum, Abbos aka, rahmat. Ustoz, yaxshimisiz? Assalom, rahmatulloh, rahmat. Yaxshimisizlar? Ismim Odiljon. Moskvadanman. Juma kunlari hadis aytishadi bizni nimalarimiz, domlalarimiz, imomlarimiz to'liq aytmaydi-da, haligi asosiy joyini aytib ketadi. Bitta hadis qiziqtirib qoldi. Bandam shirk keltirmasa albatta jannatga kiradi degan, lekin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yonida turgan bir sahobiy zino qilsa, o'g'irlik qilsa ham desa, seni burning yerga chiqalansa ham degan ekan. Shuni bir to'lig'i bo'lsa, domla, iltimos. Qiziqib qoldim.
Abu Zar radhiyallohu anhu haqlarida bu hadis. Abu Zar radhiyallohu anhuga bir mo'min Allohga shirk keltirmasdan dunyodan o'tsa jannatga kiradi deganlarida va in zana va in sariq degan savol bergan Abu Zar. Zino qilib, o'g'irlik qilsa ham degan. Va in zana va in sariq deganlar. Zino qilib, o'g'irlik qilsa ham deganlar. Yana qaytadan so'ragan, yana aytganlar. Yana qaytadan so'ragan, yana aytganlar. Keyingisida Abu Zarning burgini yerga tegsa ham jannatga kiradi deganlar. Shu hadis endi. Bu hadisda tavhidning ahamiyati ko'proq urg'u berilgan. Lekin bemalol zino qilib yursam bo'laverar ekan, o'g'irlik qilib yursam bo'laverar ekan, la ilaha illalloh deb qo'ysam bo'ldi ekan degan xulosa bermaydi bu. Chunki la ilaha illalloh qalbga to o'rnashib, har qanday vaziyatda qalbdan la ilaha illalloh chiqishligi uchun ancha tajriba, ancha ko'nikma kerak. Ancha ixlos kerak bo'ladi. U bir kunda paydo bo'lib qolmaydi. Nimaga kunlik namoz o'qiladi, zikrlar qilinadi? O'sha qalbni ko'nikma hosil qildirish uchun. Dunyodan o'tayotganda, jon siqilayotgan paytida kimni qalbida nima muhabbat bo'lsa, o'sha chiqadi. Zino qilayotgan odam zinoga aloqador, mast qiluvchi ichimlik ichadigan odam yarimta quy deb o'lib ketganlar ham bo'lgan. Qalbidagi muhabbati chiqadi tashqariga. O'shaning uchun u narsaga tarjima qilmaslik kerak, lekin bu yerdan nima ko'zlanadi? Bir odam zino qilib qo'ygan, qattiq pushaymon, shunga tavba qilish kerak. Nima qilish kerak desa, tavba qil, xo'p, Allohga shirk keltirma, Alloh kechiraman degan. Nima bo'ladi buni ahvoli desa, qiyomatda Allohning ixtiyorida qoladi. Xohlasa gunohi miqdorida jahannamga solib, uni tozalaydi. Xohlasa o'zi kechirdim deb tozalab oladi. Bu masalalarda Payg'ambar alayhissalatu vassalom hadislari ham bor. Mening shafoatim ummatimning gunohi kabira qilganlariga deganlar. Gunohi sag'iralarga shafoat shart emas. Gunohi sag'iralar ikkita jumani o'rtasida, ikkita Ramazonning o'rtasida, bir namoz bilan ikkinchi namozning o'rtasida yuvinib ketib turadi u. Lekin kabira gunohlar bor. O'sha zino, o'g'irlik, mana shunga o'xshagan narsalar. Bularni jazosi bo'lish kerak. Dunyoda jazosi bor-da bularni. Oxiratda ham jahannamga tushadigan jazosi bo'lish kerak. Payg'ambar alayhissalatu vassalom ana shularni shafoat qilaman deganlar. Faqat o'shalarni degan ma'no kelib chiqmaydi. Hatto o'shalarni ham shafoat qilaman deganlar. Qolgan shafoat turlari ham bor. Payg'ambar alayhissalatu vassalom o'sha maqomi Mahmudni menga so'raylar. Maqomi Mahmudni menga so'rasanglar, sizlarga shafaatim vojib bo'ladi deganlar. Demak, o'sha o'g'irlik qilib qo'ygan, zino qilib qo'ygan, shunga o'xshagan bir gunoh kabiralarni qilib qo'ygan odamlar pusaymonda yursa, Allohim tavba qilaman, kechir meni deb yursa, o'sha qiyomat kunida uni tavhid kalimasi jannatga olib kiradi. Shafoat haqida ham ko'p eshityapsizlar oxirgi paytlarda, ahli bid'atlar o'sha kufr keltirgan odamni shafoat qilinmaydi degan gapni ushlab olib, bu yoqdagi gunohi kabira qilganni ham kechirmaydi degan narsaga o'tkazishga urishyapti. Asli unaqa emas. Shafoat qiyomatda kofirga yo'q, munofiqqa yo'q, murtadga yo'q, lekin gunohi kabira qilgan, iymoni bor, Allohga iymoni bor, Rasulullohga iymoni bor, bularga shafoat bo'ladi. Hadis shu. Tushunarlimi? Ha, rahmat. Domla, haligi kichikroq savol. Masalan, hammamiz gunoh qilyapmiz. Kimimizda gunoh ko'p, kimlarda oz. Iymoni bor odam jahannamda abadiy qolmaydimi? Iymoni bor odam jahannamda abadiy qolmaydi. Kofir odam jannatga abadiyan kirmaydi. Bu aqida bu. Iymoni hatto o'sha zarra miqdorida iymoni bo'lsa ham, o'sha iymon miltillab uni ushlab turadi. Jahannamda kuyib, yonib hamma narsasi tamom bo'lgandan keyin o'sha iymon uni olib chiqadi. Eng oxirgi jannatga kiradigan odam haqida hadis bor. O'sha hadisda o'sha faqat iymoni bor, amali yo'q, hech narsasi yo'q. Faqat shu Allohga iymoni bor, yakkaligiga iymon keltirgan, shirk keltirmagan. Mana shu iymon bilan jannatga kiradi, jannatning eng quyi pog'onasida bo'ladi.
Rahmat domla, katta xursand qildik. Salomat bo'ling. Keyin mana shunga o'xshagan narsalarda matnlarni yutug'i shunda. Matn yutuq degani bizga birinchi Qur'onni, hadisni o'rgatmasdan ota bobolarimiz matnlarni o'rgatib qo'ygan. Masalan, aqida matni bor. O'sha so'follar yodlatgan bizning o'zbeklarda. Ba'zi muammolik fikrlar orada qo'shilib qolgan bo'lishi mumkin, lekin mutlaq qarasangiz aqida masalasini shunday shakllantirib qo'yadi. Ana shu aqidani keyin katta bo'lib Qur'on o'qisangiz, hadislarni o'rgansangiz, o'sha matnlar umumiy xulosa bo'lib chiqaveradi. Adashgan toifalar o'sha matnlardan toyilib ketgan bo'ladi. O'shaning uchun bu matnlarni yozib qo'yilgan. Fiqhda muxtasari yozib qo'yganlaridek, tajvidda Jazari tajvidini yozganidek, usulda Imom Shofiy ummi yozganidek, hadisda mustalah, ulumi Qur'onda shu ulumi Qur'on kabi ilmlarni yozib qo'yganidek, aqida matnlarini yozib qo'yishgan. O'shanda nima deyilgan? Safoat haq deyilgan. O'shanda nima deyilgan? Mo'min odam, qalbida zarra qadar iymoni bor odam jahannamda abadiy qolmaydi. Biz mo'min jahannamga kirmaydi demaymiz. Mo'min jahannamda abadiy qoladi ham demaymiz degan matnlar bor. Qarang ajoyibligini. Surishtirsangiz Qur'on oyatlari, hadis xulosalari ana shu matn bilan xulosalanadi. Salomat bo'ling. Abdulloh savoli bor ekan adminda. Abdulloh, shu yerdamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh ustoz. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Alloh xayrli qilsin. Ustoz bardavom qilsin. Ustoz, ijtimoiy tarmoqda shuni kuzatyapmiz. Mana Ramazon oyida o'sha ustozlarimiz, xususan Abdulloh domla va bir nechta O'zbekiston olimlarimiz aytib chiqyapti. O'sha Musa alayhisalom parda orqali gapirilgan, u ummatga beriladiki, pardani olib tashlaydi degan videoni ko'p aylantiryapti-da ustoz. O'sha bilmayman, u besunnatlarmi kimlar va o'shani kommentariyalarda ketyapti. Ular shirkka ketdi, bular Alloh bilan gaplashadi deb mana shunaqa gaplar bo'lyapti-da ustoz. Mana shu hadisi quddusini buni bitta tushuntirib bersangiz edi. Alloh rozi bo'lsin. Salomat bo'ling. Boshini nima bilmadim, eshitmay qoldim. Nima Musa alayhisalom nima qiladi degan? Shunaqa ma'noda bu hadisi quddusi adashmasam ustoz, Musa alayhisalom parda orqali Alloh bilan gaplashadiganligi uchun ozgina nima o'rinlanganmi shunaqa bo'lgan, lekin keyin aytganki shunaqa ummat keladi zamoni Alloh ular bilan pardasiz gapiradi. Ular kim desa o'sha Ramazon oyida ro'zasini ochishini kutib o'tiradigan insonlar ekan degan ma'noda ustoz. Endi men buni matnni ma'noda islom mafkurasiga muvofiq keladigan ma'noda bizni ummat kuniga 5 vaqt Alloh bilan to'g'ridan-to'g'ri gaplasha oladi. Qur'on o'qigan paytingizda Alloh bilan to'g'ridan-to'g'ri gaplashayotgan bo'lasiz. Bu masalalar mana shunga agar targ'ib ma'nosida aytilayotgan bo'lsa, buni sanadini ko'rish kerak. Ma'noda muammo yo'q. Musa alayhissalatu vassalam Alloh bilan to'g'ridan-to'g'ri gaplashgan. Albatta Allohni o'zini ko'ra olmaydi. Men o'zingni ko'ray deganda toqqa qarang, o'sha o'rnida tursa ko'ra olasiz degan. Parchalanib ketgan, hushdan ketgan u kishi. Kalomni eshitgan. Bunda aqida matnida aytiladiki, kalom nafsi deyiladi. Alloh taolo shu Musa alayhissalomga o'zini kalomini eshittirgan. Bu aslida bandaning tushunchasi bilan amri mahol narsa. Banda ilohni so'zini eshita olmaydi aslida. Mumkin emas. Ilohni ko'ra olmaydi-yu. Dunyo ko'zi bilan, dunyo quloqi bilan eshita olmasligi kerak. Lekin Alloh qodir bandaga munosib bo'lgan uslub bilan gapirdi va buni isbotini oxirgi ummat bizga ham berdi. Alloh taoloning kalomini biz bemalol o'qiy olyapmiz. Qalbimizni ko'tarib yuribmiz, kelajak avlodga naql qilib yetkazyapmiz. Bu ummat mana shu sharafni egallagan. Musa alayhissalatu vassalomni erishgan hamma yutuqlarini bizni ummatga berilgani mana shunga o'xshagan narsalarda, ya'ni ko'rinadi. Uni hadisni lekin ko'rish kerak.
tarqayotgan narsani men ko'rmadim-da. Ha, o'sha yerda nima kelib chiqyapti desangiz, ustoz, bular afsonachi, bular mana shunaqa deb ustozlarni ustidan kalaka qilib, o'sha kommentarlarni endi o'qisangiz, вообще bo'lmagan narsalar bo'lib yotibdi-da. Endi ana chamanzori deganlar emasmi? Juda ko'p kishi tarqatyapti ustoz. Uni qaysi birini aytishni ham yod esda ham qolmaydi ularni. Endi rivoyat zaif bo'lishi mumkin. O'shanga sen zaif rivoyatni nimaga bunaqa tarqatyapsan degan muammo qilishi mumkin. Lekin rivoyat zaif bo'lsa-da, islom mafkurasiga muvofiq bo'lsa, uning muammosi yo'q. Islom mafkurasiga zid kelmasa, targ'ib ma'nosida zaif rivoyatlardan foydalansa bo'ladi. Endi mavzu bo'lsa, mavzu to'qima bo'lsa, uni foydalanmaslik kerak. Chunki to'qima narsani faqat bitta yo'l bilan aytish mumkin. Bu to'qima deyish uchun. Ya Alloh rozi bo'lsin ustoz, o'sha videoni sizga tashlab qo'yaman inshaalloh. Bir ko'rib keyin aytasiz. Domlada aloqa yana yo'qoldimi deymanda. Domla aloqadamiz, bormi aloqa eshitilyaptimi? Domladan boyagini so'rab olaylik, hammaga tushunarli bo'ladi inshaalloh. Ikkita narsa bor. Bahrom Bakir bor. Bahrom Bakirdan keyin kecha chiqishi bo'pti uni 1 soatlik. Domla aloqa bormi? Qaytdingizmi? Eshitilyaptimi? Hali uzilib qoldi. Ha, o'rtada uzildi. Aha. Hozir savol bersak bo'ladimi domla? Aha. Boyagi ko'pchilik keladi bu yerdagi mavzu asosan domla sizda xabaringiz bor. Demokratiyani kufr deydi. Kufr harom degan so'zlarni bizga tushuntirib berib ikkalasini farqini. Keyin kufr narsani o'zini hayotiga tatbiq qilishga dinimiz buni qanaqa amal deydi, bunga qachon ruxsat beradi, qaysi holatda qaytaradi. Ularni tushuntirib bermasangiz biz haligilarni tushuntira olmayapmiz ularga. Iltimos. O'sha bir narsani kufr deb nomlashdan orqasida maqsad bor. Unga qarshi mana biz islomni taklif qilyapmiz degan narsani qonuniylashtirish uchun gapirishadi. Demokratiyani kufr desa, bu svetofor kufr deganga o'xshagan gapda. Biz tushunayotgan demokratiyani. Demokratik qonunlar islomdan kelib chiqmagan desa, to'xta deyiladi. Qonunshunoslikda musulmonlar peshqadam bo'lgan. Doim keltirganman, Imom Malikning Muvattosi butun dunyoda qonunshunoslar uchun asos hisoblanadi. Masalan, shu inson huquqlari ko'tariladi. Mavzu qilib. Harun ar-Rashid davrida, Abbosiylarning eng gullagan, gurkiragan davrida davlat boshqaruvi uchun boshqa o'sha Rim, Fors boshqaruv tizimlaridagi davlatchilikka aloqador kitoblarni tarjima qilishgan, o'shandan foydalanishgan. Hech bitta olim chiqib aytmagan, sen kufrga tushding demagan. Buni kufr deyilmaydi. Nazorat foydalanaveradi. Payg'ambar alayhissalom Xandak g'azotida Xandaqni oldilar u. Oyda bu ham o'sha urush strategiyasiga aloqador. Oldilarmi? Oldilar. Payg'ambar alayhissalom uzukni Rim urushidan oldilar. Rimliklar muhr qilishardi uzuk orqali. Bizni masjidlarimizni hozirgi kundagi ko'rinishi 100% cherkovdan olingan. Hech kim aytmaydi-ku buni, nimaga bu kufrdan oldilaring deb. Hayo Sofiyadan olingan. Oldin to'rtburchak bo'lgan. Usti shunda shoh shabba bilan yopgan. Keyinchalik ham to'rtburchak qilib tepasiga lombos qilingan uylar bo'lgan. Shu masjid qilingan shuni. Konstantiniya fath bo'lgandan keyin gumbaz qilish, minora qilish olingan. Ular hammasi xristianlardan olingan, nasroniylardan. Nimaga oldinglar? Sanoatni olaveramiz. Boshqaruvni, qoidani olaveramiz. Hukm biz Allohning roziligini topish uchun harakat qilamiz. Allohdan boshqadan hukm so'ragan, tog'utdan hukm so'ragan kofir bo'ladi degan oyatlarning hammasida
o'sha islom turibdi mana, menga islom kerak emas, uni o'rniga mana buni deb talqin qilib, mana yangi din desa, o'shani tog'ut degan. Ka'b ibn Ashrof haqida bu. Musulmonlardan bir masalani so'rab keldi munofiq bilan Yahudiy. Hazrati Payg'ambar alayhissalom Yahudiyni foydasiga hukm chiqardilar. Borib Abu Bakrdan so'radi yana munofiq. U kishi ham buni Yahudiyni foydasiga hukm chiqardilar. Yugurib kelib, anaqadan so'radi Hazrati Umardan. Shunda Hazrati Umar kallasini olganlar. Mana senga hukm deb. Ana shu hodisalarda Ka'b ibn Ashrafga boraylik degan masalani ham ko'tarishgan. O'sha tog'utga borasanlarmi? Shunda payg'ambar turganda oldingda degan masalaga o'xshagan hukm ko'tarilgan. Shuning uchun demokratiyani kufr deb nomlab olish uchun demokratiya din deb e'lon qilish kerak o'zini birinchi. Emas, demokratik tuzumda agar kufr bo'lsa, dunyoda kufrdan foydalanish mumkin emas e'tiqod yuzasidan. Kufrga rozilik kofirlik bo'ladi. Kofir bo'ladi. Buni kufr deb nomlagan odam demak pasport olgan zot kofir bo'ladi. Bular aytayapti-ku, saylovga borsa ham kofir bo'ladi deb. Foydalansa kofir bo'laveradi. Biz aytamizki, yo'q, demokratiya arach, mashinaga o'xshagan narsa bu. Hozir boshqa bizga ham ko'rsatqani, o'shalarga savol beramiz. 80% musulmonlarning huquqi himoya qilinmayapti. 5 vaqt namozimizni masjidlarda o'qiyapmiz, Ramazon ro'za tutyapmiz, zakotlar, ibodatlar, janozalar, nikohlar, hammasi, azonlar, hammasi shunga o'xshagan narsalar himoya qilinmayapti. Shu davlatda yashayapmiz. Boshqa din vakillari ham bor oramizda. Musulmonchilikni himoya qilyapti. Hozir bittasi chiqib islom haqida yomon gap gapirsa, ustidan shikoyat qilsa-da, olib qamaydi uni. Diniy nizo qo'zg'ayapti deb. Boshqa bizga ko'rsatsinchi, qatga boraylik. O'zi Polshaga borib olgan Mahmud. Sen Polshada nima qilyapsan? Polshaning demokratiyasi umuman bizga to'g'ri kelmaydi. Polshada qiziga aytadiki, sen deydi, dadangdan so'rab o'tirma deydi. Yur bugun deydi bir partiya o'tkazamiz deydi, o'sha yerda deydi, maishat qilamiz deydi. Polshada u qiziga qarshi chiqib ko'rsinchi. Mahmudga aytdingizsa, qarshi chiqib ko'rsinchi nima qilar ekan? Shikoyat qilsa olib qo'yadi qizini qo'lidan. Biz O'zbekistonda unaqa emasmi? Demak shu do'stlar, demokratiyani kufr deyish xavfli narsa. Bu musulmonlarning iymoniga, butun dunyoda yashayotgan musulmon holini kufrga amal qilayotganlikda ayblash bu. Qiyomatda muflis bo'ladi shu odam. Butun aloyiq yoqasiga yopishadi shularni. Sen qattan aytding bizni kufrga amal qilyapti deb. Deydi, buni javobini bera olmaydi. Shuning uchun agar kimdir chiqib demokratiyani din deb isbotlab bersa, keyin unga qarab biz bu islomning o'rniga shunga amal qilayotganini tasdiqlab bersa, keyin aytamizki, ha, to'g'ri, buni aytayotgan gap to'g'ri deymiz. Islomga hech qanaqa muammo yo'q. 100% amal qilmayapmiz deb doim e'tibor bersanglar, o'g'rini qo'lini kesish, zinokorni toshbo'ron qilish, murtadni o'ldirish masalasini ko'tarishaveradi. Bu masalalar ancha taftish talab qiladi. Katta xalifalik xulafoi Roshidin davrida ham amal qilolmay qolingan masalalar bular. Bu masalalarni misol qilib 80% amal qilayotgan musulmonlarning amalini yo'qqa chiqarishga hech kimning haqqi yo'q. Tushunarlimi? Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Batafsil javob bo'ldi. Zo'r bo'ldi. Salomat bo'ling. Navbatdagiga o'tmoqchi edim, bir yigit yozgan ekan, qo'lini ko'tarmoqda. Qo'lini ko'tarmasa ochmaymiz biz. Uzr. Maxga navbat beraylikmi? Sukunat qo'l ko'tarmabdi-da. Sulton. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ustoz, yaxshimisiz? Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat. Alloh xayrli qilsin. Ustoz, mana hozir bitta savol tug'ildi. Shu ro'za oyi bunday olib qaraganda poklanish oyi bitta musulmon uchun. Gunohlardan kafforat poklanish oyi deb hisoblasak, endi shu ro'za oyida gunohlarni tap tortmay, tuhmatlarni tap tortmay qilayotgan odamlarni ham shu bir ichidagi g'arazi borligini bir ko'rsatkich bo'lib qolmaydimi, shu narsani ko'rsatib beradigan narsa bo'lmayaptimi?
Aynan Tamam. shunaqa payg'ambar alayhissalotu vassalom Ramazon kirgan paytda shaytonlar kishanlanadi. Bir rivoyatda maradatu shayatin deganlar. Eng ashaddiylari kishanlanadi deganlar. Dinga shubha uyg'otaman degan odamlar nimaga unda Ramazonda ham jinoyatlar bo'ladi deydi. Endi Qur'oni Karim bizga aytadiki, u shaytonlar ikki xil bo'ladi o'zi. Minal jinnati va nas deydi. Bu jinlardan bo'lgan shayton bo'ladi, odamlardan bo'lgan shayton bo'ladi. Ba'zi odamlar aytadi-yu, nima deydi? Insonga jin kirib oladi deydi. Men aytaman, yo'q, jinga inson kirib oladi. Bu to'g'ri bu. Jindan ham yomon insonlar bor-da. Chunki jindan bo'lgan shaytonlarga A'udhu billahi minash shaytonir rojim desangiz qochib ketadi. Bo'ldi, uzoqlashadi. Azonni eshitsa qochib ketadi. Qur'on tilovatini eshitsa qochadi. Lekin insondan bo'lgan jin, insondan bo'lgan bu xonnas, ya'ni qochmaydi u. Doim vasvas qilib turaveradi. Ramazonda shu ochiladi, shu. Endi ulamolar aytgan, shaytonlarni qulplanishi to'g'risida 5-6 xil fikr bor. Mutlaq qulplanadimi yoki bu bitta majoz bormi? Majoz degan ulamolar ham bor. Qulplanish shayton bizni nimadan vasvas qilardi odatda? Yemoqdan, ichmoqdan, ayol masalasida vasvas qilardi. Eng katta vasvas qiladigan bozori shu. Ana shu bozor yopib qo'yiladi ro'zada. Og'zingizni bekitasiz. U bozorga kelsa shaytonlar hech narsa yo'q. Ana shunga qo'llari bog'liq qolib ketadi deydi. To'g'ri ma'noda bog'lanadi deganlar ham bor, hadislarning turklariga ko'ra. Kattalari bog'lanadi, mayda chuydalar yuradi. Va statistikaga ko'ra ma'lumki, Ramazonda jinoyatchilik keskin kamayadi. Yo'qolmaydi, kamayadi. O'sha ko'p odamda insof, boshqa narsa uyg'onib qoladi. Yaxshilik bu. Lekin Ramazonda o'g'lanmasa, o shayton ham bundan xabar qiladigan odam shular. Alloh asrasin shunaqa vaziyatga tushib qolishlikka. Yana e'tibor bersangiz, kofir bo'lgan taraflar ko'proq shunaqa paytda Ramazon oylarida haddan oshadi, tajovuzga boshlaydi. Falastinda ham ko'pincha Ramazon oyida bo'lgan qirg'inbarot. Qadimda ham, tarixda ham, masalan, Badr, Uhud kabi katta-katta g'azotlar Ramazonda bo'lgan. Dushman tomondagi o'sha insondan bo'lgan shaytonlar Ramazonda haddidan oshishni boshlaydi. Chidamaydi. Va bizga aytganingizdek belgi bu. Ramazon poklanish oyimi, harakat qilish kerak poklanishgami? Nargilar safiga qo'shilib qolmaslik kerak. O'zimizni ham sinab olamiz. Kimmiz biz? Qanaqa jahldormiz-u, qachon sabrlimiz? Naqadar shukr qila olyapmiz-u, naqadar Allohning rahmatiga yaqinmiz. Buni sinab oladigan oy. Tushunardim? Rahmat javobingiz uchun. Alloh rozi bo'lsin. Salomat bo'ling. Hop, Sultonga navbatni beramiz endi, Sulton qo'l ko'taribdi. Sultonbek gapiring. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Ustoz Alaykum assalom va rahmatulloh. Rahmat. Alloh ilmingizni ziyoda qilsin. Ustoz, men savolim imkon qadar qisqa qilib beraman. Voqelik o'zimni singil opamni turmush o'rtog'idan ayrilib qoluvdi o'tgan yili. Lekin ikkita qizi bor, balog'atga yetmagan, yetim hisoblanadi. Puli nisobga yetibdi-da, ustoz, shunga zakot beraman deyapti. Shunga zakot berish joizmi? Xo'p, zakot mablag'i zakot nisobiga yetgan bo'lsa, u odam zakot beradi. Qarzlari bo'lmasa, o'sha hojati asliyasiga sarflab qo'ymagan bo'lsa, zakot beradi. Nisobga yetgan bo'lsa, berish kerak albatta. Keyin ustoz, rahmat. Keyin yana bitta boshqa opam bor, uni ham puli nisobga ketgan ekan, u aytayotganmish, seni debdi o'sha singlisiga, narigi opamga, seni bolalaring yetim qoldi, men senga beraman zakot deyapti ekan. Endi bu zakot olishi qanaqa bo'ladi? Joiz bo'ladimi bu? Yo'q, ololmaydi. Agar nisobga qodir bo'lsa, zakot ola olmaydi. Lekin farzandlari balog'atga yetgan bo'lsa, farzandlarga bersa, ular olsa bo'laveradi. Ularning puli yo'q. Ular kambag'al bo'ladi. Ularga bersa bo'ladi.
balog'atga yetmagan bo'lsa, ularga bera olmaydi. Uni qaramog'idagi anaqada uni qarashadi. Lekin nisobga qodir odam zakot ola olmaydi. Xayriya qilib bersa bo'ladi lekin. Rahmat javob uchun. Ustoz. Salomat bo'ling. Xo'p, rahmat. Sahoviydagi xuruj matni degan anaqa bor ekan, profil ochib oldim. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Ustoz Va yaxshimisiz? alaykum assalom rahmatulloh. Rahmat. Allohga hamdlar bo'lsin, siz bilan suhbatlashish nasib qildi. Bismillah. Ustoz Tahoyda o'sha qayta o'qigandim. Shu o'zimga bir savol tug'ilgani uchun sizdan so'rab olay degandim. Xuruj matni bor edi, o'sha Tahoyda yozilgan tarjimasida qarshi qilich ko'tarish vojib bo'lmagan bo'lsa, Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ummatlaridan birortasiga qilich ko'tarmaymiz. Imomlarimiz va ishboshlarimizga jabr qilsalar ham qarshi chiqmaymiz. Ularni duoibat qilmaymiz. Masiyatga buyurmas ekanlar, buyruqlardan chiqmaymiz va ularga quloq solishni Allohning toatidan deb bilamiz. Ularga salohiyat va ofiyat so'rab duo qilamiz degan matn. Shu matnda, ya'ni masiyatga buyurmas ekanlar, buyruqlardan chiqmaymiz degan joyda savol tug'ilib qolyapti. Ya'ni agarda ularda masiyat ya'ni shu dinimizga bir shariatga qarshi chiqadigan bir hukm chiqib qoladigan bo'lsa, o'sha holatda qanday holat bo'lishi kerak? Bizda shuni so'raydiganimiz so'z. Xo'p, bu yerda o'sha itoat masalasi bor, a? Itoatda biz boshliqqa itoat qilishimiz kerak. Ahli sunnani qoidasi bu. Tahoviyning matni shu. Shularning xuruj ala aimmatina deb boshlanadi bu. Imomlarimizga qarshi chiqmaymiz. Xuruj o'sha isyon ma'nosida. Nimaga desa, chunki davlatchilik asos. Davlatchilik bo'lmasa, islom da'vosi yurmaydi. Davlatchilik bo'lmasa, musulmonning qoni, joni, moli himoya qilinmay qoladi. Obro'si tajovuz qilinadi. O'shanga davlatchilik asos bo'ladi. Menga qiyin bo'lsa ham, sizga qiyin bo'lsa ham davlatchilikni qabul qilishimiz kerak. Davlat bo'lish kerak. Qonunlar bizni huquqlarimizni himoya qiladigan, kuchini ko'rsatadigan bo'lish kerak. Bu asos bu. O'shaning uchun bunaqa jamiyatga qarshi chiqmaymiz. Nimaga desa, chunki boshqalardan farqimiz shu. Bu matnlarning hammasi raddiya o'zi, asli tagini surishtirsangiz. Kimga raddiya? Havorishlarga raddiya. Havorishlar qarshi chiqamiz deydi. Qarshi chiqamiz ularga deydi. Endi bizni viloyat umrlarimiz, imomlarimiz, peshvolarimiz yoki rahbarlarimiz mukammal odam bo'lmasa, gunohi bor, ma'siyati bor. Bularga itoat qilamizmi desa, ahli sunna itoat qilamiz deydi. Ma'lam ya'muru bi ma'siyatin, modomiki bizni gunohga buyurmasa. Gunohga buyursa la ta'ata li makhluq fi ma'siyatil xoliq bor. Maxluqqa xoliqqa itoat qilinadigan narsada itoat qilinmaydi. Bu ham raddiya. Kimga desa shiyalarga. Shiyalar nima Ustoz shiyalar degan joyda ovoz uzilib qoldi. O'sha shiyalarga qarshi bu. Shu biz imomlarimizni, peshvolarimizni aybsiz bo'lishini talab qilmaymiz. Gunohi bo'lishi mumkin. Gunohi bo'lsa ham unga itoat qilaveramiz. Ma'siyatga buyurmasa bo'ldi. Ma'siyatga itoat qilmaymiz. Bu shiyalarga raddiya. Shiyalar nima deydi? Imom ma'sum bo'lishi kerak deydi. Imomning xatosi bo'lmasligi kerak deydi. Bugungi kunda shu mana shu matnlardan bexabar bo'lgan bechora bolalar muftiy undoq desin, muftiy anaqa qilyapti deyapti-yu, shiyalarning da'vosini qilyapti. Shiyalar xuddi shunaqa deydi. Aybdor bo'lgandan keyin deydi, u muftiylikka yaramaydi deydi. Yo'q, bunaqa bo'lmaydi. Ba'zi narsalarni hikmati bor, o'rnida ishlatiladi. Umumiy xulosaga ko'ra demak, biz ma'siyatni ko'rsak, u ma'siyatni olib chiqib ommada sharmanda qilishga urinmaymiz. Duo qilamiz deyapti. Duo qilamiz, salohiyat so'rab, ofiyat so'rab duo qilamiz.
Endi matnda la naral khuruj ala immatina va bulati umurina va in jaru bor. Agar zulm qilsalar ham. Zulm qoldi yana? Va zulm Ha, zulm qilsalar ham qoldi, degan ustoz. joyda urib qoldi ustoz. Zulm agar zulm qilsalar ham itoat qilish kerak. Ularga qarshi chiqmaslik kerak degan matn turibdi. Tahoviy buni ahli sunnani matni deymiz biz. Hamma tan olgan buni ahli sunna. Nimaga endi zulmga qarshi chiqishimiz kerak? Zulmga qarshi gapirgan mujohid bo'ladi. O'lsa shahid bo'ladi degan hadislar qayerda qoladi desa, birinchidan o'sha hadisni ulamolar zaif degan. Aqida matnlari sahih rivoyatlar bilan sobit bo'ladi. Zaif rivoyatlar bilan emas. Zulmga qarshi turish payg'ambar alayhissalom aytganlaridek eng oxirgi nuqtasi o'shani yomon ko'rib turasiz. Unga qo'shilmayman men deb turasiz. Shu bilan qutulamiz bo'ldi. Lekin u zulm qilyapti deb isyon qilsak nima bo'ladi? Zulm 2 barobar ortadi. Suriyada misolini ko'rdik buni. Arafdan ko'rishgan ulamolar. Sajjodga qarshi isyon qilishgan, boshlariga 5 barobar balo yog'ib turgan bo'lsa 50 barobar balo yoqqan keyin. Yutqizib qo'yishgan, hammani qilgan bitta qo'ymasdan. O'sha boshi yaxshi ekan deyishgan. Sajjodni bir kishi yomonlaganda shu Hajjoj dunyodan o'tsa-yu, uni o'rniga maymun va to'ng'izlar kelib sallaga rahbarlik qilib qolsa, shundan qo'rqaman men. Hozir sabr qilaring deb urush berganlar. Yo Hasan Basri aytgan, tobilardan yoki sahoba. Bu sahih rivoyatlar bular. Nimaga desa do'stim, asos davlat hisoblanadi, jamiyat hisoblanadi. Musulmonlarning ummasi manfaati hisoblanadi, xalqning manfaati. Uni himoya qilish kerak. Himoya qilmasangiz, unda hamma parokanda bo'ladi. Mana IShID Iroqda bitta davlat qurdi. O'zini umumiy hamma musulmonlarga muxolif bo'lib. Nima bo'ldi? Musulmonning qoni, joni, moli zoya bo'ldi. O'lib ketdi qanchasi shu. Himoya qila olgani yo'q, qonunni ijro qila olgani yo'q. Mana shu jihatdan hattoki ahli sunna davlat boshqaruvida Muaviya radhiyallohu anhu ni maqtaydi. Nimaga desa, davlatchilikda Muaviya radhiyallohu anhu islom ummatiga katta o'rnak qoldirib ketgan. O'zidan keyin Yazidni tayinlab ketishligi shar'iy asoslarga to'g'ri kelmaydi. Lekin shar'iy maqsadga to'g'ri keladi, deydi ulamolar. Shar'iy maqsad nima edi? O'zlaridan keyingi ummatning yana qon to'kishligini oldini olish kerak edi. Uni oldini olish Yazidni qo'yish bilan bo'ladi. Chunki boshqalarni qo'ysa itoat qilmaydi boshqalar. 20 yildan beri Muaviyaga itoat qilib kelayotgan askarlar Hazrat Husaynga itoat qilmaydi. Chunki Hasan hattoki radhiyallohu anhu Muaviyaga taxtni bergan edi. Menga kerak emas, bo'ldi, oling degan edi. Buni bahona qilib mendan keyin janjal kattalashib ketadi deb Yazidni qo'ygan. Yazid shu davlatchilikni saqlab qolishligida to'g'ri ijtihod deb bilgan. Payg'ambar alayhissalatu vassalam buni Muaviya radhiyallohu anhuni daho ekanligini, hikmatli ekanligini aytgan hadislarida mana shu narsa ko'rinadi. Shuning uchun do'stim, davlatchilik asos musulmonlarni ya'ni jamoasi asos hisoblanadi. Bitta ikkita odam chiqib olib turib men unga qarshi chiqaman, palonchi undoq ekan desa, u ahli sunnadan chiqayotgan odamdir. Havorij chiqishi o'zi qurishdan olingan. Qisqara shu, buni sharhida yana ancha gap bor, menimcha yetadi. Tushundim ustoz. Oldingi mavzularingizni ham eshitgandim. Ya'ni shunday xulosa qilsam bo'ladimi o'zimga tushuncha olsam? Ya'ni demokratiyadan biz araj sifatida foydalanaveramiz, lekin e'tiqodimizga, dinimizga qaysidir joy to'g'ri kelmay qolsa, u joyga shu ko'nglimizni yomon ko'rib, unga amal qilmaymiz, ya'ni degan tushuncha. Demak, demokratiyadan foydalanamiz degani dinimiz buyurgani uchun foydalanamiz. Ya'ni dinimiz vaziyatga ko'ra, holatga ko'ra, misol uchun deylik, Najoshiy musulmon bo'lgan, to'g'rimi? Lekin e'lon qilmagan. Xalqiga men musulmon bo'ldim demagan. Xalqini aroq ichishlikdan to'xtatmagan.
islom shariatini tatbiq qilishlikni hech ham ya'ni ulgurmagan unga. Payg'ambar alayhissalom g'oyibona janozasini o'qiganlar. Endi qarangda mana bular Qur'ondan ham ko'pi o'ziga kerak joyini oladi, kerak emas joyini tashlab ketadi. Musa alayhissalatu vassalom ogohlantirgan iymonini yashirib yurgan Fir'avnni o'sha politsiyalardan biri, politsiya bo'lgan o'sha. Fir'avnni shurtalarini boshlig'i bo'lgan. Iymonli odam bo'lgan. Musa alayhissalomga kelib, "Sen haqingda gap bo'lyapti, qoch" degan. Savol. O'shani Qur'on iymonini yashirgan odam deyapti. Iymonli deyapti ya'ni. O'rni kelganda keyinchalik Musoga qarshi haqiqiy isyon boshlanganda oshkor qilgan iymonini. Nimaga senlar bu Musoni o'ldiryapsan? Robbimolloh deyapkan degan. Oxiri uni ham qatl qilishgan. Savol. Fir'avn o'sha shurtaga o'zini xudo ekanligini va ana shu xudoman degan gapiga asosan hukmlarni buyurganmi? Buyurgan. Unga amal qilganmi? Amal qilgan. Bergan formasini kiyganmi? Kiygan. Nima bo'ldi? Kofir bo'ldi bu. Qur'on uni iymonli deyapti. Biz har qanday vaziyatda Amerikada yashaymizmi, Sitsiyada yashaymizmi, demokratik jamiyatda yashaymizmi, asos iymon hisoblanadi. Asos demokratiya emas, asos iymon hisoblanadi. Iymonimizda aytadiki, bizni demokratik qonunlardan foydalansak bo'laveradi. Modomiki bizni iymonimizga putur yetkazmasa bo'ldi. Bizni aqidamizga zid bo'lmasa bo'ldi. Foydalanamiz deyiladi. Tushunarlimi? Ha, tushundim ustoz. Ustoz, biz musofirlar, talab ilmlar haqqiga duo qilib qo'yasiz. Assalomu alaykum. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Sizlar duo qilinglar bizga. Xo'p, ustoz, kengisini ochaveraymi? Abbos akam sal band ekanlar. Xo'p, oxirgisi shu bilan sekin peshinga ham yaqinlashib qoldi. Oching. Xo'p, bo'ladi. Xo'p, hozir aqidadan oid ekan. Izzatjon bering savolingizni. Qoraka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qoraka, savolim mujassimalik ikkiga bo'linadi deb bir joyda eshitdim, bir joyda bo'linmaydi deyildi. Sorih, g'oyri sorih. Shu haqida keyingisi mujassima deganda umumiy kofir hukmiga kirib ketadimi? Yana bittasi oxirgisini aniq ketaverasiz, vaqtingiz yo'q ekan. Allohning kayfiyati bor degan odamning hukmi yoki kayfiyati yo'q degan o'zi shu haqni ham iloji bo'lsa. Shu ikkalasi o'zi sarih, g'oyri sarih. Sarih ochiq oydin Alloh taologa jism isbot qiladi. Bularning kofirligida ittifoq bor. Ularni hech kim musulmon demagan, chunki Alloh taolo jism emas, javhar emas. Alloh taolo jismdan iborat emas. Laysa kamislihi shay va huwa as-sami'ul basir. Qur'on buni isbotlagan. Endi g'oyri sarihlarda ijtihodiy gap endi. Ular endi kayfiyati bor deydi, lekin aslida o'sha Allohdan jismni, boshqa narsalarni rad qilishga harakat qiladi-yu, gapini lavozimidan, gapini xulosasidan Allohga jism, kayfiyat isbot qilib qo'yayotgan bo'ladi. O'shaning uchun uni g'oyri sarih deyiladi, uni kofir deyilmaydi. Bular rosa borilsa endi bidat ahli bo'lishi mumkin, usulga ergashmaganligi uchun. Lekin ularni kofir demaymiz. Chunki ijtihodi borda, masalan, Mu'tazilalarni biz ba'zi o'rinlarda jahmiylari bor, kofir deymiz. Mu'tazilalarni jahmiy toifasini ular Qur'onga o'xshagan kitob yozish mumkin deydi, misol uchun. Men ham yoza olmayman degan ba'zilar, shu Jahm ibn Saffon shunaqa degan. Ularni kofirligida aniq. Lekin Mu'tazilalarni sunnaga yaqin jihatlari ham bor. Allohni ko'rib bo'lmaydi deydi. Qiyomat kuni ham, jannatda ham ko'rolmaydi hech kim deydi. Nimaga desa oyat dalil qiladi. La tudrikuhul absar va huwa yudrikul absar deydi. Dalili bor. Dalili bo'lganligi uchun buni dalilida ijtihodi xato deyiladi. Ijtihodi ahli sunnatning ijtihodiga zid bo'lganligi uchun bu ahli bid'at hisoblanadi. Mana shu gapi uchun ularni kofir deb bo'lmaydi. O'sha Alloh taologa kayfiyat berish, kayfiyat bermaslik masalasi ham shu. Ijtihodiy masala sifatida bo'lsa, g'oyri sarih bo'ladi. Ularni kofir demaymiz.
Lekin ahli bid'at deymiz. Tushunarlimi? Ha, demak Allohning kayfiyati bor deyish bu ham mujassimalik, ya'ni kofir bo'ladi, yo'q deyish kirmaydi, to'g'rimi? Ha, o'sha agar kayfiyati bor degan gapi lavozimdan chiqayotgan bo'lsa, kofir bo'lmaydi u. U mana shunaqa tushunyapmanman deyapti-da. Aniq Allohning kayfiyati bor, qo'li bor. Qanaqaligini bilmaymiz, aniq qo'li bor, mana shunaqangi a'zosi bor desa, unda dindan chiqadi. Chunki Alloh taolo kulli shay'in had Ustoz yana uzundu sizdan. yo'q bo'ldi. Suhbatimiz. Alo, eshitilyaptimi? Endi keldi ha. Kulli shayin Ha. degan joyga qotib qoldi ustoz. Kulli shay'in hal likulli vajhati degan Alloh taolo Qur'onda. Har narsa halok bo'ladi, Allohning vajhi boqiy qoladi. Va yabqa vajh va Robbingizning vajhigina boqiy qoladi. degan oyatlar bor. Shuni lavozimidan chiqyapti bu. Agar buni sarohatan ochiq oydin aytayotgan bo'lsa, unda dindan chiqadi. Lekin ijtihod qilyapman, mana Alloh taolo yadulloh degan-ku, ha, yadulloh degan. Demak qo'li bor. Qo'l desa biz aytamizki, yo'q, bu yerda ijtihodda xato qilyapsan sen. Usulda xato qilyapsan deymiz, ahli bid'at deymiz. O'shanga yana bitta xulosa do'stlar. Kofirga chiqarishga shoshilmaslik kerak. Bu juda ham nozik masala. O'shaning uchun bu masala haligi islomda samasut yo'q degandek, kofirga chiqarish ham samasutda o'zi. Siz o'zingiz buni hukm o'qiyapsiz ustida. Bu ham joiz bo'lmaydi. Ma'qulmi? Salomat bo'linglar. Tutgan ro'zalarimizni Alloh qabul qilsin. Duolarni eslab turinglar. Alloh xayrli yaxshi kunlarda vidollashtirsin. Amin. Ustoz keyin Asilkamiz Toshkentga yetib borgan edi hozir. Qanday qilsak bo'ladi? Kakras eshildingizmi? O'sha bola ham telefon qildi. Nima Asilka? Kecha anaqa bir norini ham jo'natib olgan ekan. Tashakkurni aytib qo'yaman. Maşallah. Anaqa qilmanman, yetib keldi, maza qilishdi, bizda uydagilar ham o'zim ham yedim, bir kosa yedim buni. Amir yemayotgandim, maza qildim. U bir barodar yuborgan edi. Bizlar Moskvadan kreslo aytgan edim-ku, bitta tojikistonlik barodar. Ha. Bo'ldi, anaqa kelgan bo'lsa, menga Abbos biladi nomerimni. Aloqa chiqsa men aytaman, bolalar olishar. Bu Abdulloh menga yozib qo'yasiz uni. Xo'p, xo'p. Domla keyin yana bir narsani rasmini tashlab qo'yaman. U sizga emas, bir o'rtaga bir narsa anaqa qilganda shunga maslahatingiz kerak. Inshaalloh unga fikringizni aytasiz. Alloh rozi bo'lsin. Suhbatingizdan Salomat bo'linglar. ancha manfaatlandik. Rahmat. Avvalda Rahmat, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.